Assalomu alaykum, Salahiy futbol kanalimiz a'zolari, bizani kuzatib kelayotgan qadrdonlar, hammaga xayrli kun. Mana bugun biza e-futbolda trendga chiqqan va so'nggi kunlarda yana ham trendga chiqayotgan, kuchli tushga aylanayotgan Batistuta va El Hadji Diofni divizionda sinab ko'rishga qaror qildik. Qani ko'ramiz. Batistuta 104, 105, trenerga qarab El Hadji Diof 102. Hamma aytadi, juda kuchli o'yinchilar haqiqatdan. O'zimiz ham ko'rganmiz. Qani bir o'zimiz o'ynatib ko'rib, sinab ko'ramiz va baho beramiz o'yiniga. Bo'lmasa ketdik. Bu esa meni hozirgi tarkibim. Mana shu tarkib bilan divizionda o'ynab ko'rishga harakat qilamiz. Ketdik bo'lmasam, divizionga kiramiz. 3-divizionga chiqqanmiz hozir. Endi birinchi diviziondagilar bilan tushirib bermaslik mumkin hozir, lekin baribir mana shu tarkib bilan 3-divizionda o'ynasham normal menimcha. Mana El Hadji Diof, Batistuta, individual instructionsga kiramiz. Batistutani counter target yoqib qo'yamiz va Batistuta defensive bo'lib qolgan. Bu noto'g'ri. Anchoringga orkestrator qo'yamiz va ketdik. Qani bir o'ynab ko'raylik qani. Qanaqa bo'larkan? Batistuta va El Hadji Diof. Ko'pchilik juda ham maqtashadi. Overhype qilayotish ehtimoli ham mavjud. Balkim shunchalik kuchlimi? Bir sinab ko'rishimiz kerak lekin. El Hadji Diof agar buni 105, 106 kartasi chiqib qolsa, вообще umuman eplab bo'lmasligi mumkin. Batistuta o'ta qirol, phenomenal finishing skill bu adashmasam, mana shu kartasida. Lekin bullet header ham bor, boshqa skillari bor o'yinchilardan ham kuchli o'ynaydi. To'g'risi, 3-4 ta skilli bor o'yinchi deb o'ynab beradi. Ko'pincha. Raqibimiz Rooney tushgan ekan, Rio Ferdinand, James Rodriguez, Neymar. Ketdik bo'lmasam. O'ynab ko'ramiz. Batistuta. Wow, shtanga qilib qo'ydi. To'g'riroq qaytarib qo'ydi Rio Ferdinand. Birinchi taym golsiz yakunlandi. G'alati o'yin. Telefonda ozroq lag bor. Menimcha lekin bahona bo'la olmasligi mumkin. Ketdik bo'lmasa ikkinchi taym. Trend. El Hadji Diof. Birinchi golni urdi. Hisobni ochdik El Hadji Diof bilan. Hoji bratimiz ancha kuchli. Batistutadan noaniq zarba. Bilmadim, lekin Batistuta qani Batistuta? Patigol urolmadi. Romasida davom etmoqda. Neymarga beradi menimcha. Neymar qochmoqda. Rooney, Kylian Mbappe va Rooney bilan gol urib qo'ydi raqib. Oson. Botlarcha xato.
El Haji stunning shot berib qo'ydim. Ko'kartirib, xato qildim o'zim ham. Aylantirib urib qo'ysam bo'ladi. Raqib chiqib ketdimi? Chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Yo'q. Bu bir necha vaqt qanaqa chiqib ketishi mumkin. Uglovoy. Pati gol. El Haji Diop. Batistotadan bo'let qadar, El Haji Diopdan gol. Uglovoy strategiyasi o'rganib qo'yish kerak. Mana shu Uglovoyda set piece strategiyasidan kirib turib, far post yoqib, juda ko'p gol ursa bo'ladi. Yo, o'zimdan xato. Offside. Yo'q, Rooneyda offside yo'q ekan. Batistotaga o'tmay qoldi. Batistotaga atalgan pas edi bu. Hojidiyev ketdik. Hoji akadan hat-trick. El Hojidiyev. Dahshat. O'yini shunchaki kuchli. Bitta fake shot va gol. Hoji aka yo'q, darvozabonni olib chiqib qo'ydi raqib. Darvozabon qaytardi. Raqib chiqib ketdi menimcha. Baribir. Treasure Linkdan hamma menimcha o'sha freelarni qo'lga kiritib, to'lib ham bo'lgan slotlari va ertaga dushanba kuni yangilanadi. Dushanba kuni yangilanishni kutib o'tiribdi menimcha hamma. Real ayrimlar freelardan 25 ta free, 30 ta freedan o'sha 2 ta 3 ta epiclar ushlab turganlarni ham bilamiz. Ketdik bo'lmasa ikkinchi o'yinga. Diofdan 3 ta gol. Dahshat. Super. Shunchaki super. Raqib aniqlandi. 1301 reytingdagi 3-diviziondagi raqib qo'yib beryapti. Endi o'zimizni reytingimizga qarab qo'yib beradi baribir eFootball. Boshqachasiga bo'lishning iloji yo'q. Raqib sostavi Boyan Kirkech hujumda. Attacking surge skilli bilan kelgan Yohan Cruyff. Koller ham bor ekan. 5 ta защитник. Ko'ramiz. Yangi Koller kartasi chiqsa ham juda kuchli chiqishi mumkin. Endi 2027 da. Hozircha bizaga free Koller ham tushib qolsa ajab emas. Free slotlarni to'plab turibman, unga ham alohida video olishim mumkin. Ko'ramiz. Ikkinchi o'yin. Ikkinchi o'yin boshlanmoqda, aziz do'stlar. El Haji Diop Akanjidan qocholmadi. Qanaqa? Oh, raqib urib ketishiga ozgina qoldi. El Haji yo tezligi pastlik qildi. Batistuta notor berib qo'ydim ozgina. Uglovoy. El Haji Diop
Qaytganiga. Rebound. Qaytgan to'pga Elhajitov doimgidek birinchilardan bo'lib ulgurmoqda. Hozircha Elhajitov juda zo'r o'ynamoqda. Batistuta uncha men o'ynatolmayman. U zo'r o'ynab turgandi. Test qilib ko'rganimda. Donadoni Bati yo'q. Chiqarib yubordi. Bular yana bir marta ko'ramiz. Set piece strategiyamizdan o'zimizni. Ko'pincha o'xshab qoladi. Farpos qilamiz. To'g'ri burchakka borar. Rafael Van der Vaart juda dahshat chiqargan shkartasi. Bitta poster bo'lgani bilan fizikal kontakt balanslari ozgina past, lekin juda kuchli o'yinchilardan. Ayo, o'tkaza olmadik. Sal pastroq berib qoldi. Ashraf Hakimi qotayapti. To'pni to'g'rilab beraman deguncha o'sha kelib ilib ketyapti, qotayapti. Juda lag baland, Wi-Fi'dan ancha uzoqdaman. Telefon qotib turibdi. Lekin o'ynayveramiz. Iloji yo'q. Raqib yaxshi. Yomon emas. Mana. Qotib turibdi-da. Yaxshi. Yo'q. Johan Cruyff. Gravenberg motor pas berdi. Yo, Abiyati bu zarbalar o'tkazmasa kerak. Yo'q. Qo'yishmayapti. Birinchidan Ronaldo hisobida yakunlandi. Kutilgandan ancha passiv o'yin, menimcha. Uncha o'ynamayapman. O'yinchilarim yoqilishiga ozgina kechikyapti. Yo, Van Dijk bermadi. Johan Cruyff va Costa Curta. O'qidik. Yo'q. Ja, offside.
Ilhojiyevga qo'yishmadi. Berishmadi. Ochig'i. Chotidan, darvozabonni chotidan gol. Batistuta. Shunaqa g'alati bir skript gollar urib qo'yadi. Offside. Ozgina kechikdim. Ilhojiyev offside'ga chiqib ketib qoldi. 1 sekundlik kechikish offside. Ketdik. Wow, Batistuta. Qanaqa gol bu? Dahshatli gol. Через себя qaychi uslubida. Raqib уже tan berdi. Raqib bo'ldi. Yutqizganini qabul qilib qo'ydi shunchaki. Oxirgi golda o'ynamadi menimcha. To'xtab qoldi shunchaki patkatlab berib. Lekin biz urushda davom etamiz. Ikkinchi o'yinimiz ham nihoyasiga yetdi va divizionda ketma-ket 5 ta g'alabaga baj olmoqdamiz. Raqib ikkinchi divizionga ham chiqishga muvaffaq bo'lmagan. Ikkinchi divizionga ham chiqa olmagan. Hammada free уже. Hammada free slotlar to'lib ketgan. Qoyil. 3-o'yinga qarab ketdik. Go. 1312. Tarkibiga qaraymiz raqibni. Raqib oldidan ekan. Ancha avvalgi pesirlardan. El Clasicoga chiqarilgan Thibaut Courtois, Cristiano Ronaldoning kartasi bor, ikonik kartasi. Yoqib qo'yay linka. Jack Capellochalik kuchli bo'lmasa ham, oddiy free to play o'ynaydiganlarga, tekin o'ynaydigan o'yinchilar uchun menimcha yomon emas. Cesc Fabregas 89. Buni ham link upi bor o'ziga yarasha. Batistutani zarbasini qaytardi. Ilhojiyev kalla qo'ya olmadi, ozgina kechikdi komanda. Diouf va Batistuta tandemi gullatishda, yondirishda davom etmoqda. Shunchaki dahshat. Nima ham deymiz? Pastni qaranglar. Visionary pas kelib borganga yo'q. Haqiqiy bir pasi 90+ o'yinchiga o'xshaydi. Visionary skilli bor. Mana. Dahshat. Batistutani pasini qaranglar. Dahshat shunchaki. 5-6 ta skilli bor o'yinchiga o'xshab o'ynaydi. Qarang. Shunchaki udar. Va bu vaziyatni Van der Vaart kechirmaydi bunaqa vaziyatlar. Ya, o'zim xato qildim. Tugatib yubordi hakam. Mashina ham tugat. Birinchi taym tugadi.
Ko'ramiz endi ikkinchi taym. Hech qanday o'zgartirish qilish shart emas menimcha. Charlot Bollat Xayder ham ancha kuchli. Aqlli o'ynab qo'yadi. Xo'p. Raqib bir narsalar qildi. Comeback qilish ilinjida. Ancha comeback qilmoqchi, aniq. Vaziyatdan chiqib ketishga harakat qiladi raqibimiz. Van der Vaart dahshat o'yinchi. Shunchaki dahshat. Juda ko'p statistikasi 90+. Juda kuchli o'ynab qo'yadi. Mana shunaqa vaziyatlarda risk qilmaslik kerak. Tutorial sizlarga. Umuman risk qilishga harakat qilmaslik kerak. Vartaga orqaga beraverish kerak. Vah, Diop. E'tibor olmay o'tib ketib qoldi. Ozgina to'xtataman. 3-o'yinni ham g'alaba bilan yakunlayapmiz. Dahshat. Graf yaxshi. Raqibimiz 18 mingtalikka kirgan ekan divizionda. Zo'r natija. Ancha o'yinchilar yoqib, orqaga qaytarib, qanday o'ynashni bilishadi. Shuni hisobdan bilsa bo'ladi. Kuchli o'yinchi ekan. Ketdik keyingi o'yinimizga ham. Video ozgina uzun bo'ladi. Endi iloji yo'q boshqa. Qaramay, Konamining xatolaridan biri bu. Do'stlar, Konami xato qilgan bunaqa o'yinchilar berib. O'sha vaqtda Konamining eng katta pushaymon afsuslaridan bu o'yinchilar. Juda kuchli. Ayniqsa ikkalasi ham zo'r o'ynaydi-da. Bittasini kuchli deb qo'yish menimcha xato. Diop ham, Batistuta yuqorida ham, ikkinchi qavatda ham juda kuchli o'ynaydi. Havoda kurashlar yutib bera oladi. Juda kuchli o'ynab qo'yadi. Kelasa Vandeklarni to'p topib qo'yadi. Havoda kurashlarda. Ketdik. Smart assist o'yinchisiga qarshi 4-o'yinimiz. Batistutasi bor uni ham. Messining eng kuchli kartalaridan biri bor ekan. Fizikal kontakt 93-94. Gvardiolni o'sha vaqt allab ketgan vaqtda chiqarilgan 2022. Gvardiolni qanaqa o'tib ketgan? Yelka-melkalar kuchli berilgan juda ham. Zo'r karta mana shu ham. Tight mark qilib qo'yamiz Batistutasini. Yo'q, Battigorga berishmadi. Voh, Stoichkovdan dahshatli gol bo'lardi hozir. Batistuta. Yo'q, ulgurmadik. Dahshat. Shunaqa katta moment gol qildik. Batistuta. Uy. El Hadji Diop nima qilmoqchi bo'ldi hozir?
Через себя deb urmoqchi bo'ldi ochiq o'rtani. Ko'p moment urolmayapmiz lekin mana shu o'yinda. Qimmatga tushmasa bo'ldi. Raqib tozalayapti. Assist qilib. Batistuta kechirmaydi. Yetadi raqibga. Anchagina fora berdik. Urolmadik ancha moment. Yetadi endi gol. Rahim shafqat qilmaslik kerak raqibga. Anchagina kuchli o'yin bo'ldi. Raqib zarba ham bera olmagan hozircha. Hech naimni ham bera olmaydi deb umid qilamiz. Yopishga harakat qilamiz. Anchagina qattiq o'yin ketyapti lekin. Yo'q, tez berib qo'ydim. O'ziga. Xato qildik lekin juda ham keraksiz xato qildik. Urilmasdan pas berib asabiylik. Pas bermayapmiz. Ozgina lag bor. Penalti. Diouf 1-1, kamida 1-1 ga qochyapti. Qaytga beramiz. O'rsak deb qo'yaylik. O'rtaga qolishi ham mumkin-da. Balkim. Yo, qaytardi. Penaltini urolmadik. Ancha moment ko'kka sovurdik lekin bo'ldi mana shu o'yinda. Xatolar ketdi, xatolar. Urishimiz kerak o'g'loydan. Voh. Qiyin edi. Darvozabondan sakrab urish. Donidan dahshatli gol. Gol hazil. Dahshat. Qiyin o'yin bo'ldi lekin qiyin emasdi. O'zim qiyinlashtirdim. Xatolar qilib raqibga oson qilib berib penaltini urolmay. Raqib chiqib ketdi menimcha. Diouf olib qo'ygandan keyin chiqib ketdi menimcha. O'sha vaziyatda. Ya'ni ham bilmadim. Yo, bu tarafga aldaydi deb o'ylamadim, pas beradi deb o'yladim raqib. To'xtab qoldi.
Depping shot. Ozgina to'g'irlanay berdim xato o'zimdan. Oh, Diouf. El Hadji. Batistuta dahshat shunchaki. To'g'rilab olishni qaranglar. Pastni qaranglar, ideal. Visionary pas bor deb berdi. O'zi ham donadoni. Dahshat. Yo'q, bo'ldi, o'yin tugadi. Abiyati ham padarka emas, lekin kuchli o'ynaydi Abiyati ham, do'stlar. Kimdaki mana shu Abiyatini olgan bo'lsa ham, Zlatan Ibragimovich paketga kelgan adashmasam. Kuchli, juda ham kuchli. Zo'r o'yin bo'ldi. Gabriel Batistuta 7,5, Diouf 7. Zo'r gap yo'q. Sostav ham yaxshi. O'ziga yarasha. Majlidaga chiqmagan hali. Bitta birinchi divizionda chiqqan, 18 talikka kirgan, top o'sha o'yinchini berdi, uni ham yutdik, 3-0 yutdik adashmasam. Va mana ko'rib turganlaringizdek 7 ta g'alaba, ketma-ket mag'lubiyat yo'q. Ozgina laglar bor, lekin Wi-Fi'dan uzoq ekanligi hisobiga. Lekin bahona bo'la olmaydi u baribir. Yaxshi. Umid qilaman, hammaga yoqdi video menimcha. Like va podpiskalar bosib qo'yamiz bolalar. Aktiv qilishda to'xtamaymiz. Bizning Telegram kanalimiz Salah eFootball. Описаниеda ham yozib qo'ysak bo'ladi va o'sha YouTube kanalimiz o'zining описаниесida ham mavjud. Ko'rib olsanglar bo'ladi. Kanalimizga kiringlar, qo'llab-quvvatlanglar. Coins o'sha donat xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa ham, unaqa xizmatlarimiz ham bor. Yapon va Turkiya regionlariga aksiya kelgan xabaringlar bor. Eng arzon olib beramiz. Gapga javob eng arzon. Hech qanaqa minus coins boshqa ishonchsiz xizmatlar emas, 100% ishonchli, arzon garantiyasi bilan olib beramiz. Eng arzon qilib, boshqa kanallar bilan solishtirib ko'rishlaringiz mumkin. Telegram kanalimizga kirsanglar, batafsil hammasini o'sha yerdan topsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat. Keyingi videolargacha sog' bo'linglar.